Assalomu alaykum ukalar. To'g'risi mana trenddagi ikkinchi xonamiz ham tushdi. Oxiri ham tushirdik. Ana tushiramiz deb. Ana o'sha kallaga ham ikkita qopqon xotirjam sig'averadi. Katta kallayda endi hali yangi yasamoqchilar bo'lgan bo'lsa, ko'pchilik so'rov tushirganda obzorini qilayin deb. Hop, mana tepasidagi nima deyishlayamki, o'sha tepadan sim totsa bo'ladi. O'sha u yoqdan to'rtta, ikkita oldiga, ikkita orqasiga, eng tepasiga o'sha qo'yilsa, o'sha xalaqda bo'lmaydi. O'sha mana shu darxodamiz ham mashaga chiqqanda. Bag'i mana bagi ham mana unaqa qo'yish xato asli. Endi meni olib chiqam darina qila qo'yib qo'ygan. Bu bo'lmaydi, bu ip o'ralashtirib kuydiriydi ama. Shuning uchun unaqa umuman qo'yib yurmanglar. Mana qo'yib qo'ygan zeriktiradi. Shunday ip o'ralashib, sama o'ralashib. Shuning uchun shunday sal bir jinnigina narsa chiqarilsa bo'ldi, sidirlib tushib ketmasligiga. O'sha 76lik 50lik 40lik edi. 17 metr. Mana qopqonlari. Ko'pchilik mana nimas qanaqa qilinadi deb so'rashdi, pirjinasi. Mana endi bilmayman bu qanaqa ekan. Qo'lim o'sha qopqon tushirgan bo'lishimiz, hali anaqa qilganmiz. Hozir bitta aqlli keladi. Qo'lingni yuvib olmaysanmi deb. Shuning uchun o'sha mana ko'rib o'ylang, yaxshilab qanday yasalishini. Endi qiziqib yasab ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lsa, o'sha mana ochilishlari bo'ladi buni. Yopadi va borib kelib. O'sha mana qopqoni, mana arqonlari, o'sha mana komplekt sotildi. O'sha mana qopqonlari ham holati zo'r edi. Keyin mana bunaqa sim qilib qo'yinglar. Bunday simmi, arqonmi, o'shandalar qopqon ko'p bir-biriga urib yertira olmaydi. Hop, keyin manada mana ipini bu yoqdan o'sha qopqonga yetadigan qilib shu paqacha qilib turib alohida onunga alinaqa baylab qo'ysalaring, o'shanda tortganda arqon o'shani ipi tushmaydi pastga, o'sha tepada qolib ketadi mana. Mononga bitta baylab, bundan qopqondan ortiqcha qilib turib mana, o'sha mana iqqarish deylik, iqqarish ortiqcha qilib turib qo'ysalaring, o'shanda shu haliga tortganda ko'zga yo boshqa tushmaydi, yo iplar o'ralashmaydi. Shu ashuna qilib qo'ysalaring, baylab shalaq qilmaydigan qilib. O'shanda bu ikkita mana yopilganda mana ip ichida qoladi, tortilganda mana narigi iplar bilan birga tushaveradi. Shuning uchun adashmanglar. Hop, keyin bir xillikda mana teshib o'tkazadi. Men buni teshmaganman mana. Teshib o'tkazsalaring qaydanga yaxshi ama haligi arqon kesishlar, ondaqalar bo'lmasligi mumkin, tekkis o'tadi. Endi bunday qilib qo'ysalaring, arqon sidirib ketadi deyishim mumkin. Shuning uchun o'sha qilib turib mana bunday miqoq qilib qo'ysalaring, bag'iga qilib turib, o'sha o'rtasiga mo'ljal qilib turib. Hop, keyin mana so'rashlar mumkin, nima endi tushunmaganlar bo'lsa, nimaga deyishim mumkin. Haligi bir xilgilar tushadi, yo bu yog'idan yo chekkasidan ip qilib qo'yishadi bir xilgilar. Shunaqa qilmaysizlarda, shunda mana bo'lsa 5 mingdan 10 ming ikkitasi. Buni haligi yumaloq haligi eski eshiklardagi bo'lsa ham, ashundan qo'ysalar ham ancha yaxshi bo'ladi. Bu ham hali yengil bititishi mumkin arqonni. Shuni qo'yib qo'ysalaring, haligi qayda tursalaring, tortsalaring kelaveradi-da, mana ichidan mana uni ichidan nima qilib o'tkazasizlar mana. O'sha baxshi buyoqdan o'tgan arqonni shu ichidan mana shunday o'tadi-da, endi o'sha ag'dan tushib g'ildiraydan o'tib bunga o'tadi. Shunda qiynalmay torsalaring turgan joylaringga kelaveradi. Shuning uchun yangi o'sha qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, olasa mana